Ayni damda internet tarmoqlarini yoritayotgan ikkita o'zbek futbolchisi bor. Ikkisi umuman bir-biriga o'xshamaydi. Ikkisining pozitsiyasi ham har xil. Biri gavdali, bo'yi uzun himoyachi bo'lsa, ikkinchisi bo'yi kichkinagina hujumchi. Gap Abduqodir Husanov va Abbos Fayzullayev haqida ketmoqda azizlar. Bu futbolchilarning yoshlari atigi 20-21da bo'lsa ham, ularni dunyo bo'ylab muxlislari kundan kunga ortmoqda. Abbosga Monaco, Real Sociedad klublari qiziqsa, Husanovga PSG, Tottenham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Ishonchim komilki, bu ikkisining kelajagi o'ta porloq bo'ladi, xudo xohlasa. Kimlardir Husanovni o'zbekning Ramosi desa, men uni o'zbekning Virgil van Dijki degan bo'lardim. Chunki bu ikkisining maydondagi harakatlari o'ta qattiq bir-biriga o'xshaydi. Liverpoolning o'yinini tomosha qilib yurganlar mening gapim bilan 100% kelishadi deb o'ylayman. Husanovning Reymsga qarshi o'yinidagi tezligini hamma ko'rdi menimcha va aytishlaricha shu payt uning tezligi soatiga 35,8 km masofagacha yugurgan ekan. Bu qanday dahshat azizlar. Abbos Fayzullayevda bunday tezlik, bunday gavda yo'q bo'lsa ham, uning o'zgacha texnikasi bor. Uning hujumchiga xos o'zgacha bir stil o'yini bor. Hali aytib o'tganimizdek, ularning maydondagi pozitsiyasi bo'lak va ikkisi ham o'z pozitsiyalarining qahramonlaridir. Balki kattalar gapimga qo'shilmas, lekin shaxsan o'zimni fikrim, o'zbek tarixida bunaqa darajada hali futbolchilar bo'lmagan deb o'ylayman. Odil Ahmedov, Shomurodov hammasi esimda turibdi, lekin baribir ular boshqa, bular boshqa. Bularning o'yinini ko'rish uchun odamlar ishdan so'ranyapti. Kimlardir dam olish olyapti va shulardan biri aynan o'zim. To'g'risi, asosan Husanovning o'yini agar ish vaqtimga to'g'ri kelib qolsa, men ishdan shu kuni sal ertaroq so'ranib ketadigan odat chiqarganman. Abbosni endi gapirmasak ham bo'ladi. U hozir Rossiya chempionatining eng populyarniy o'yinchisi. Internet tarmoqlarida biror bir o'yinchi uyg'otgan aktiv prosmotrlarni yig'a olmaydi gapni ochig'i. Hamma nazar Abbosga qaratilgan va u allaqachon CSK'ning darajasidan yuqoriga o'tib ketdi desam adashmagan bo'lardim. Abbos agar o'zgisi kelsa, ketish kerak. Chunki hammaga ma'lum, Rossiya klublari Yevrokubok o'yinlarida ishtirok eta olmaydi. Shuning uchun ham agar Monaco, Real Sociedad haqiqatan sotib olgisi kelayotgan bo'lsa Abbosni, menimcha Real Sociedadga ketgani o'zi uchun, o'zining kelajakdagi orzusi uchun yaxshiroq bo'lardi. Chunki birinchidan Fransiyaga qaraganda La Ligani o'yinlari ko'proq ko'riladi muxlislar tomonidan. Ikkinchidan Abbosning o'zini o'yin stili ham La Ligaga to'g'ri keladi va uchinchidan agar Abbos o'zini yaxshi ko'rsatib yorib chiqsa La Ligani, unaqada hademay orzu qilgan Barselonasiga o'tish ehtimoli paydo bo'ladi unda. Abbos, qalaysiz? Dada, assalomu alaykum. Yaxshi. Ertaman papa. Assalomu alaykum. Abbos tepadagi avvalda qo'y tepaga. Bro. Tepaga avvalda qo'y. Assalomu alaykum.